Aleksandr Milin. Winni Puh va uning sarguzashtlari. Sizga bir sirni ochaymi? Mening xonamda kitob javonining orasida butun boshli dunyo yashiringan. Bu 100 gektarlik o'rmon, bu yerda daraxtlar gapiradi, sarguzashtlar esa har bir qadamda sizni kutib turadi. Winni Puh shunchaki ayiqcha emas, u haqiqiy dunyo yulduzi. Uning kitoblari dunyoning 50 dan ortiq tillarga tarjima qilingan. Tasavvur qiling, u hatto qadimgi lotin tilida ham gapiradi. Bugungi kungacha bu kitob 50 milliondan ortiq nusxada chop etilgan. Agar bu kitoblarni hammasini ustma-ust taxlasak, ular koinotga yetib qolishi mumkin edi. Eng qizig'i, Winni, pakana va eshakvoy shunchaki rasmlar emas. Ular muallifning o'g'li Kristofer Robinning haqiqiy o'yinchoqlari bo'lgan ekan. Ular hali ham bor va hozirda Nyu-Yorkdagi katta kutubxonada mehmonlarni kutib turisharkan. Winni Puh shunchalik mashhurki, hatto Gollivuddagi Shuhrat xiyobonida uning o'z yulduzi bor. U haqiqiy kino yulduzlari bilan bir qatorda turadi. Mana shunaqa gaplar. 100 yildan beri bu ayiqcha dunyoni mehribonroq qilib ko'rsatmoqda. Siz hali ham uni o'qimadingizmi? Bilasizmi, bu kitobni o'qiganimda men o'zimni yolg'iz his qilmayman. Chunki Kristofer Robin aytganidek, agar bir kun kelib biz birga bo'la olmasak, meni yuragingda saqla. Men u yerda abadiy qolaman. Bu kitob faqat ayiqcha haqida emas, u hech qachon tugamaydigan bolalik va haqiqiy do'stlik haqida. Agar siz ham Heffalumps nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz yoki shunchaki bir qoshiq asal bilan baxtli bo'lishni istasangiz, Winni Puhni oching. Sarguzashtlar boshlanadi. Albatta o'qing.